yo erkaklarmi? Ayollar ko'proq. Iltimos, mana misol uchun erkaklar, ayollarda qo'rqmanglar. Erkak kishi zararli bo'lsa, ayol kishi pardali deyishadi. Opa-singillarimizni iltimos, shim kiymanglar. Erkak kishi iltimos, ayollaringizga, opanglarga shim kiygizmanglar, kalta yubka kiydirmanglar. Ertaga ayolinglar o'rniga do'zaxda bir insonni taniymiz, endi buni aytmayman, kunligini bir 5-6 yil bo'ldi. Shu inson ayolini gapiga kirgiza olmasdi. Farzandlari kirgiza olmasdi gapiga. Shu insonni o'tgandan keyin 3 kundan keyin uni qo'yganimizdan keyin yonidan qabrga olayotganimda juda azobini, agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam, mana olib tepada Alloh shunaqa azoblanayotganini men o'zim eshitdim. Menga Alloh eshittirdiki, shu bandam balki gunoh qilmasinmikin, shu narsani el xalqiga yetkazsin balki eshittirgandim. Arabcha tilda eshitgansiz demak. Arabcha tilda eshitdim. Qo'rqib ketdingiz. Juda qattiq qo'rqdim. Sochlarim qolgani ham oqadi.